$300-400 pulim bor, qanaqa biznes qilsam deb o'ylanib yurganlar uchun mana shunaqa ajoyib g'ish apparatimizni qisqacha video obzor qilamiz. Bu apparatimiz 6 tadan g'ish chiqaradi har bittasi. Bu apparatimiz Navoiy viloyatiga Rakkaxonga yasab berildi. Razmerlari kelsa, razmerlari 30 ga 40, podyomi 10. Ichi qalin nержавейка bilan qoplangan. Mana shu turishi 30, bu turishi 40. Cham nержавейка mana bunaqa qilib специальный смазка surilgan, чтобы kraska ushlamaslik uchun nержавейкani. Qalin 2lik rossiyskiy original mana shunaqa nержавейка bilan qoplangan. Ustonoka 15 yil garantiya bu. Ideal cho'tka razmerlari shunaqa. Samgilarning stanogimiz mexanik ishlaydi. Hech qanaqa bunga elektr stova shart emas. Kabel tort, uchochga o'rnat, kilovatiga 1100 so'mdan to'la. Suvda degan narsa shart emas. Usti to'rtta joyda tekisib olasizlar. Chiqaraverasizlar. Eng vigidniy hozir bizneslardan bosh og'riq ekan. Masalan, bir xonadonga bir fundament qo'yilgan bo'lsa ham bir 10 ming ta g'ish ketadi. Mana shunaqa diplomatli 30 ga 40, podyon 10 terishga bir xonadon olsa ham yaxshiroq. Yonida chim sotib olgandan ko'ra yonida qoladi. O'sha masalan bir 2 qavat turpoqmi, 3 qavat turpoq taylasa ustoga 800 so'm yo 1000 so'mdan berilsa, bir menda hozir 10 ming ta g'ishsam 2400 dan hisoblasam 24 million so'm. O'sha 24 million so'mni 4 million so'mdan gruba turpoqqa ketsa ham yana 800 yo 1000 so'mdan 800 so'mdan bersam choy nonushta 1000 so'mdan berilsa ham yana 10 million so'm o'sha bironta mana ishchilar ikkitamiz uchta ishchi yo'llab 10 million so'm g'ish qo'yib berishga, 10 mingta g'ish qo'yib berishga qolsa 10 million so'm qoladi. Как раз o'sha qolgan 10 million so'mi o'sha g'ishni tiydirishga ham yetadi. Bitta masalan xonadonlarga ham выгодный variant demoqchiman. Не только biznes. Keyin masalan bir haftaga ham ketmaydi. Qo'yib taylangandan keyin xohlasa bir joy olib biznes ham qilsa bo'ladi, xohlasa arendaga berib qo'ysa bo'ladi bu stanogida. Har taraflama qulay, udobniy, mana hech qanaqa tok shart emas, qulay, mana yengil ishlatish. Bunga bosh og'rig'i kam. Shunaqa. Keyin bu shlaka blok bir xil solishtiradi. Siz shlaka blok qilsa mana shunaqa to'da deydi. Qanday bo'lar ekan desa, shlaka bloklarga bitta mashaqqatliroq, unga ko'proq pul ham ketadi boshlanishiga, unga $300-400 yetmaydi. Даже $300-400 bir uchochga o'rnatib kabel tortishiga, uchochga o'rnatib kabel tortib rasxot o'sha ruxsatnoma olishiga yetmaydi-da hozir yerda 4 million, 5 million atrofidagi pullar. Shlaka blok bitta mishalka olinadi, mana примерно hisoblaylik. Mishalka olinadi 19 million, 18 million, 19 million hisoblasak ham bitta 5 talik, 2 ta vibratorlik apparat olinadi 24-25 million atrofiga. 25 million bo'lsa ham plus 18 48 million bo'lyapti. 25 43 million bo'lyapti. Keyin arava suvda o'ynagida men aytgan 3 fazalik, endi mishalkalar 3 fazaga ishlaydi. Unga ruxsatnoma olish kerak. Uchochga o'rnatishga kabel tortish kerak. Unga 6-7 millionlab pul ketadi. Уже 50 million bo'lyapti. Keyin boshlang'ich 5-6 tonna sement, atsev, sichka, michka o'ynagida. Shunga mana bir 10 million so'm unga shlaka blok mahsulotlariga material xomashyo kerak bo'ladi. 10 million so'm, 60 million. Keyin unga bir kamiga 6 joyda steshka qilish kerak. Tagin tekislar birovna qilib, unga примерно 1,5-2 ming dollar atrofga ketadi. Bir 20 million hisoblasak ham unga rasxotiga уже 60-70-80 million so'm. Mana boshlanyapti. Endi mana buni foydasi, bundan bitta g'ishdan qoladigan foyda, undan qoladigan foydani hisoblaymiz. 30 ga 40 g'ish qo'yildi, 2400 so'm sotildi. 400 so'm turpoqqa ketdi. O'zingiz qo'ysangiz 2000 so'm qoladi. Agar ishchiga bersangiz 1000 so'm qoladi. Ishchiga bergan taqdirda 1000 so'm qoladi. Unga ketsa 3800-4000 so'm atrofga shlaka bo'lib hisoblab 4000 so'm hisoblasak ham 600-700 so'mdan qoladi-da hozir. Testa daromad u. Ishchi hamma rasxot, suvda tok, sement, hamma narsasidan tashqari 600-700 dan hisoblasak ham 700
3 ta 700 bo'ladi. 1800. Qancha 1800? 2100 so'm bo'ladi. 2100 so'm. Buni bittasini puliga pashti undan 3 tasini qo'yish kerak bo'ladi. 3 tasini. Bundan bitta qoladigan puliga undan 3 ta qo'yishga kerak bo'ladi. Shuni o'zlari kara qilaverasizlar. Biz prosta anaqa apparatlar yasaymiz. Biznes balki qayergadir plus minus adashgan bo'lishimiz mumkin. O'zlari ham logishni o'ylab, hammasini hisoblab, o'zlariga kerakligini mana chiqaraverasiz. Bizga shlaka blok apparatlar, pina blok, gaza blok, keyin loyiha apparatlar, burchatka, har xil turdagi mana shunaqa stanoklarni ishlab chiqarib beramiz. Farqi yo'q unaqa. Xohlang loyiha apparat, xohlang shlaka blok, xohlang pina blok, xohlang gaza blok. Prosta xolisona men kimlargadir kamroq pulim bor, $300 atrofga qanaqa biznes qilsam deganlarga vigidnisi mana shu. Menga naborot shlaka blok, pina blok, gaza blokdan bizaga nima qilib bersa ko'proq pul qoladi bundan ko'ra. Hozir endi bu do'stona maslahat bo'ldi. Keyin aytib o'tay, bu razmerdagi 30 ga 40 apparatlarni 3 talikdan 12 talikgacha qilib beramiz. 12 taligidan уже gabarit kattarib ketadi, ishlatish neudobni bo'ladi. Shuning uchun 3 talik, 6 talik, 9, 12 talikka chiqib beramiz bu razmerdagilarni. Paltarashkalarni bo'ynaki 25 ga 12, podyomi 7 или 9 liklarni 10 talikdan 100 talikgacha, bir vaqtning o'zida 100 taga chiqaradigancha apparatlar yasab beramiz. YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz nomi Metal Master. Mana shunaqa emblemani chiqardi. Metal Master Jasur, nomerimiz 97 141 89 99. Kimda mana shunaqa apparatlar yoki boshqa apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Taklif va istaklarga qarab ham, masalan, razmerlari 40 ga 25 bo'lsin deysizlarmi yoki 35 ga 20 mi? Qanaqa razmer o'lchamdagi apparatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, yoki qanaqa stanoklar kerak bo'lsa ham qilib beraveramiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani. Yoqqan bo'lsa, tilak bo'lsizlar, sog' bo'linglar.